Assalomu alaykum. Efirda xabarlar ma'lumot dasturi, studiyada Madina Ulug'bek qizi. Bugungi olingan ma'lumotlarning qisqacha to'plami bilan tanishib oling. O'sh shahrining markazida joylashgan avtomashina ehtiyot qismlari sotuvchi bozorning ko'chirilishi norozilik yaratmoqda. Bu yerda olgan konteynerlarimiz bor. O'shalarni zavodga qo'yib kredit olganmiz. Qorasuvdagi Sharq qishlog'ining deputatlari Batkendagi chegarachilarga 500 ming so'm miqdorida yordam berishdi. Kichkina Batken jaqda kichkina go'yga jarilatganman. O'shol jaqqa yordamimizni shu jaqqa beraylik deb chechdik. Jalolobodning janubiy hududida joylashgan qariyalar va imkoniyati cheklanganlar uyida 12 nafar kishi turmush qurgan. 7-8 postelniy qariyalarning uyiga kirib qutuqtab bermoqda. Bu Qirg'izistonda so'nggi bir oy ichida ko'mirning narxi 20% ga qimmatladi. Bu haqda Azadliqqa monopoliyani tartibga solish boshqarmasining direktori Bosinbek Qazaqov bildirdi. Uning ta'kidlashicha, bir oy avval ko'mirning 1 tonnasi Qarakecha konida 1300 so'm, Batkenda 6500 so'm deb baholanib kelgan. Biroq bir oy ichida ko'mirning 1 tonnasi Qarakechada 2000 so'm atrofida, Batkenda 11000 so'm ketgan. Shu bois boshqarmalik ko'mir narxini tartibga solish to'g'risida qaror tayyorlamoqda. Shu asosda yurtimiz bozorlaridagi ko'mirning bahosi asossiz ko'tarilishiga qarshi choralar ko'rilmoqda. Shahar kuni munosabati bilan O'sh shahrida qarovsiz qolgan kosmonavtlar dam olish oromgohining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda rasmiylar, shahar yashovchilari hamda tegishli muassasa rahbarlari qatnashdi. Shahar meri ta'minlash ishlariga qatnashganlarga faxriy yorliqlar topshirdi. Ta'minlash ishlarining umumiy summasi 4 million 547 ming so'mni tashkil etdi. Eslatib o'tsak, shahar kuni munosabati bilan yana bir nechta ijtimoiy joylar foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari, Suleymontog' masjidining atrofi, muzeyi va Bobur uyi yorug'lik bilan ta'minlandi. Bunday ishlar uchun mahalliy g'aznadan 800 ming so'm bo'lingan. O'rnatilgan yorug'liklar shahar aholisining dam olishiga yanada yaxshi sharoit yaratadi, deydi mahalliy hukumat vakillari. Bu ideya emi mescit bu Allah Taala'nın uyi. Har bir jaran mescitga o'zining uyinday, o'zine qilganday muomala qila turgan bo'lsa, shul yerda bir yaxshiliklar bo'ladi, iymon ko'tariladi. Ko'p balдар shul yerdan ta'lim tarbiya oladi. Kelechektin yeğleri boluvchilar ushul yerdan bir ta'lim tarbiya alsa, bunday bir adepli bo'ladi degan o'y maqsaddamiz. O'sh shahrining markazida joylashgan avtomashina ehtiyot qismlari sotuvchi bozori Manasata kichik rayonidagi oldingi tekstil ishxonasining hududiga ko'chirildi. Loyiha bozorda ishlagan savdogarlarning noroziligini yaratdi. Bu orada ma'lumot yetmagan odamlar kerakli texnik qismlarni topolmay xavotir olishmoqda. Mahalliy hukumat esa avtomashina ehtiyot qismlari bozori yo'lda paydo bo'layotgan tirbandliklar sababli xalqdan tushayotgan arizalarning asosida ko'chirilganini aytmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. O'sh shahridagi Suleymontog' qarshisida joylashgan mashina ehtiyot qismlar sotadigan xususiy bozor ko'chirilishidan sotuvchilar norozi bo'lib chiqishdi. 300 dan ortiq odam kundalik ish faoliyatini olib boradigan bozor Manasata kichik rayonidagi sobiq tekstil ishxonasiga ko'chirilishi rejalashtirilgan. Biroq sotuvchilar oldindan ogohlantirilmasdan 3 kun muddat ichida ko'chib o'tilishi aytilgan. O'tgan haftaning shanba kunidan beri savdo to'xtatilgan. Hozir tadbirkorlar yangi joyda hech qanday sharoit yo'qligini aytib o'tishdi. Bu yerda bizning aldığımız 3,5 milyon dolar, 3,5 milyon so'mdan arttığımız 500 ming so'mdan kredit alganmiz bu yerda. Bizga bir gün, 2 gün ishdan qalamız bizga ubutka bo'ladi. Bu yerda alib olgan konteynerlarimiz bor. O'shalarni zavodga qo'yib kredit alganmiz. Bu jag'ini ular o'ylanishmaydi ekan. Bunga javoban yangi ehtiyoj qismlar bozorining rahbari bu yerda barcha sharoitlar yaratilganini aytadi. Shuningdek, bozorning ko'chirilishiga may oyidan beri harakatlar qilinmoqda. Biroq to'liq ta'mirlash ishlari tugatilmadi. 480 o'ringa moslashib 1 yilga sotuvchilarga konteynerlar bepul hamda ijara haqsiz berilmoqda. Biz minal yerga bir 480 konteyner qo'yilgan. Bardығы to'ldi. O'sho Kallin ko'chada ishlaganlar. Bardығы joylashib hozir o'sha mestasida misol svetler qo'yildi. Ham polkani biz o'zlarining tovarına qarab joylashtiradi. Polkalarni joylashtirib o'tishadi. Tovarlarni olib kelishdi, kirgizishdi. Markaziy masjid qoshida joylashgan bozor namoz vaqtida mashina tirbandligiga sabab bo'lmoqda deya yashovchilar shahar meriyasiga arzlanishgan. Biroq savdogarlar bu masalani oldini olish uchun bozor yoniga kichik bir avto to'xtash joyini tashkil etish kerak deyishmoqda. Bozor rahbari esa hozircha bu yerga hech narsa qurishni rejalashtirilmayapti. Eğer bir haftanın cuma günü ishga chiqmaymiz, hech kim chiqmaydi. Ancha-munchalik konteynerlar ochilib bo'lsa, hozir o'tganda cho'g'iz qilib so'rashganmiz. Agar o'shanday shilto bo'layotgan bo'lsa, juma kuni biz chiqmaymiz hech kimimiz. Sanitarniydan qilamiz, tozalaymiz.
Al kuni ish yo'q bo'ladi, bu yer javob bo'ladi, tig'im bo'lmaydi. Mahalliy hukumat vakillarining so'zlariga ko'ra, xususiy tadbirkorlarga tegishli bo'lib hozirda yopilish arafasida bo'lgan bozorda maxsus xizmatlar uchun hech qanday sharoit yaratilmagan. Bozor taqdirini hal qilishga esa meriyaning biror huquqi yo'q. Biroq O'shga kelgan sayyohlar birinchi bo'lib Sulaymon tog'iga boradi. Bozor ko'chirilishi esa shaharda tirbandliklarni oldini oladi. Al yerda birli kun emas, sizlar borib qaysi kun bo'lsa da ko'rsangiz bo'ladi. Birli juma kuni bo'lsa al 1-2 soatlik masala bo'lib hisoblanadi. Al yerdagi sanitariya, пожарный bo'yicha, shu o't qopsiz bo'yicha erejelerin saqtalganligi turali bizga odamlar qayrilgan. Qayrilgan negizinde meriyada atayın komissiya tuzilgan. Komissiyada batib bu faktlarni chınlığı aniqtalgan. Negizi hem bu yerda biz meriya barib bozorda javob qo'yib ko'chkilar degenden alışbız. Bizde anday huquq yo'q. Ta'kidlab o'tsak, mazkur bozorda janubiy hududdagi yagona avtomobil ehtiyoj qismlari sotilib 14 yildan beri ishlab kelgan. Hilola Ashur va Samad Piratov, Intimaq. Oliy Kengashning Bilim berish komiteti besoqolbozlikni tashviqot qilishga qarshi qonun loyihasini bir ovozdan yoqladi. Bu haqda qonun mualliflaridan biri Qurmanbek Diqanbayev Azadqa bildirdi. Uning aytishicha, qonun endi parlamentga ovoz berish uchun jo'natiladi. Bu qonun loyihasining maqsadi besoqolbozlikka nuqta qo'yish. Biz an'anaviy oila muomalasini saqlab qolishimiz kerak. Agar oldini olmasak, g'arb davlatlari kabi erkak bilan erkak, ayol bilan ayolning oila qurishi odatiy hol bo'lib qoladi, deydi Diqanbayev. Yuqoridagi qonun loyihasi qabul qilinsa, noan'anaviy oila qurish tarafdorlari 6 oydan 1 yilgacha qamoq jazosiga tortiladi. Ularni matbuot orqali tarqatayotgan xodimlar ham javobgarlikka tortiladi. O'sh shahrining Qorasuv rayoniga qarashli Narimon qishloq hukumatiga Intergaz KG gaz saqlovchi joyining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Asosiy maqsad shaharliklarni suyultirilgan gaz bilan ta'minlashdir. Marosimda O'sh shahrining meri, vitse-merlar hamda boshqa tegishli rahbarlar qatnashdi. O'sh shahar meriyasining qarori bilan bu kompaniyaga 15 dan ortiq o'rin berilib, endi birinchi foydalanishga topshirildi. Punktning umumiy ko'lami 75 metr kubni tashkil etadi. Intergaz KG kompaniyasining rahbarining so'zlariga ko'ra, bola bog'chalarga, internatlarga hamda kam ta'minlangan oilalarga imtiyozlar beriladi. Birinchidan bo'lsa bu Qozog'istondan tashuvchimiz. Hozir bo'lsa shol Qaravolta shahrida Junda degan o'sha Xitoy neft kompaniyasi o'sha chiqaradi. Hozir shol men tuzma-tuz do'g'rimiz bor. Har bir oyda 500 tonnadan 600 tonna 700 tonnaga cheyin. Bu yoqdan bo'lsa ko'lami bo'lsa 75 kub bo'lib, ham bo'lsa bu bir 15-20 kunlik balki mo'shtun suyuqlik gaz bilan qarmasa bo'ladi. 6 oktyabrda Batken chegara qo'shinining tashkil etilganiga 15 yil bo'ldi. Qo'shin askarlari bu kunni tantanali ravishda belgilashda chegarachilarni bayram bilan tabriklab, Qorasuv rayonining Sharq qishloq hukumatining deputatlari, qishloq oqsoqollari Tojikiston bilan Qirg'iziston zastavasiga hammom qurish uchun 500 ming so'm hajmida yordam yuborishdi. Batafsil muxbirimiz xabar qiladi. 15 yil avval Batken oblasining qo'shni Tojik Respublikasi bilan chegara hududida Qirg'izistonga noqonuniy tarzda qurollar bilan terroristik guruhlar bostirib kirgan. Voqeadan keyin davlat xavfsizligini oshirish, qo'shni o'lkalar aro chegarani mustahkamlash, xalqimizning tinchligini asrash maqsadida Batken, Aydarken va Laylak chegara qo'shinlari tuzilgan. O'shandan buyon Batken chegara qo'shinining tarkibi qiyin shartlarga qaramay o'z vazifalarini to'g'ri va to'liq bajarib kelishmoqda. Joriy yilning 10-oyidagina Batken chegara qo'shinini javobgar hududida 10 dan ortiq janjal bo'lgan. Bunday vaziyatlarda chegarachilar vazifalarini to'liq bajaribgina qolmay, o'z hayotlarini xatarga solib qahramonlik ko'rsatishgan. Ularning bu qahramonliklarini ta'kidlagan Batken oblasti bo'yicha hududiy boshqarmaligining komandiri polkovnik Ularbek Sharshiyev hamkasblarini bayrami bilan tabrikladi. Milletinizlarni namusluluk bilan atqarib, mekanizm mamlaketlik chegarasin ishonchli qaytarib, ko'zdan qaragini saqlashni ishonaman. Sizlarga jana yaqinlaringizlarga bekamdan sog'lik, baqit, tinchlik jana baquvvat yashoq qalayim. Qirg'iziston elining jarqin kelajagini bag'itlangan hajibas g'ayratli xizmatlaringizga alban iyiliklarni bo'lsin. Chegarachilarni 15 yillik bayrami bilan tabriklashga kelgan Qorasuv rayonining Sharq qishloq hukumatining deputatlari, ishchilari va qishloq oqsoqollari harbiylarni qo'llash maqsadida 500 ming so'm moddiy yordam ko'rsatishdi. Davlatni mustahkamlash yiliga atab Sharq qishloq hukumatini budjetidan ajratilgan bu mablag'ga Qirg'iziston bilan Tojikistonni chegara qismiga hammom qurish rejalanmoqda. Bekamda yilna ishchara tuzdik. Ishchara tuzgan bilan birgalikda
жана кичине баткен жакта кичине көйгөй жарылып аткандан ошол жака жардамыбызды ушул жака берели деп чечтик. Берилген акчаны Тажикстан менен Кыргызстандын чектешкен чегарасына, заставасына мончо курууга чечилди бул. Кудай кааласа мончо уже Кудайым буйруса мончону уже баштайбыз. Башталды. Tantanali tadbirning yakunida yangi hammomning poydevori qurilishi boshlandi. Qishloq oqsoqollari va rahbarlari boshlab berishdi. Qurilish ishi 15 kun davom etadi. Har yili 6 oktyabrda chegarachilar kuni nishonlanib keladi. Biroq Batkendagi harbiylarga bu kabi yordam birinchi marta ko'rsatilmoqda. Sharq ayl hukumatining 500 ming o'lchemidagi акчалай сыйлыгы ыйгарылып берилди. Сыйлык ошо биздин чегара тозоттордун жашоо шартын, өз курамыбыздын жашоо тиричиликтерин жакшыртуу максатында жумшалары тууралуу да айтып кетти. Биз абдан ыраазычылыгыбызды ошол билдирип кете элек. Bayramona tadbirda Batkendagi 2022 chegara qismining askarlari faxriy yorliqlar bilan taqdirlanib, ularga eng yaxshi chegarachi nomi berilib, ko'krak nishoni topshirildi. Ra'noy Nazarova, Adina Do'sumbetova, Zair Abdukerimov, Intimaq. Qirg'izistondan boshpana so'ragan Ukraina fuqarolarining soni 11 kishini tashkil qildi. Bu haqda Mehnat, muhojirlik va yoshlar ministrligining qochqinlar bilan ish olib borish bo'limining rahbari Chingiz Sarbayev xabar qildi. Uning ta'kidlashicha, boshpana izlagan yuqoridagi davlat fuqarolarining soni 11 kishini tashkil etdi. Lekin ularning ko'pchiligi Qirg'iziston bilan avvaldan aloqa qilganlar. Oxirgi 1 yilda boshpana izlaganlarning soni 248 ga yetdi. Ular Afg'onistondan 150, Suriyadan 48, O'zbekistondan 38 va Somalidan bir fuqaro. Qirg'izistonda 154 odam qochqin degan nom olgan. Ularning 123 afg'onistonliklar, 23 tasi Suriya fuqarolari va eronliklar. Qirg'izistonda mehnatga yaroqlilarning deyarli 3/1% yashash minimumidan oz oylik olishadi. Bu haqda bugun Kasb-hunar qo'shinining harakatidan xabar qilishdi. Tashkilotning bergan ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda eng oz ish haqi 900 so'm deb belgilangan. Shu bilan birga yashash uchun eng oz oylik 5606 so'm deb belgilangan. Tashkilot vakillari ish beruvchilar xodimlarning huquqlarini saqlamayotganini ta'kidlashdi. Bugungi kunga qarata davlat bo'yicha oylik qarzi 5 million so'mga yaqin. Rasmiy ravishda Mehnat kodeksi buzilgan 700 day hodisa ro'yxatga olingan. Shu sabab tashkilotchilar ishchi xodimlarni o'z huquqini himoya qilishga chaqirmoqda. Jalolobod shahridagi janubiy hududda joylashgan qariyalar va imkoniyati cheklanganlar uyida 12 odam turmush qurdi. Suzaq rayonining Bag'ish qishlog'idagi qariyalar va imkoniyati cheklanganlarni qamqorlikka olgan 120 o'rinli imoratda hozirda 85 odam yashaydi. Shu joyda tanishib turmush qurganlarga esa maxsus xonalar ajratilgan. Hududdagi yoshi ulug' fuqarolar haqida muxbirimiz xabar qiladi. Men kelib qoldim, bu kishi uyda yuribdir. Ana tarishib qoldim. Kırgız yaxşı. Gelgenden beri ököz yaxşı. O'zgan rayonidan kelgan O'rozbay ota bu yerda 10 yildan buyon yashab kelmoqda. Og'ir turmushga duchor bo'lgan Nuroniy ota yaqinlari yo'qligi sabab shu yerda. Fikrlari bir yerdan chiqqan O'rozbay va Seydali otalar turmushning sinovlarini birgalikda yengishib, qadrdon bo'lib ketishgan. Ular hazillashib shu yerdan uylanib olsakmi deya bir-biriga aytib kelishadi. 2002 yılı Jallovat'ın Karyalar Uyu'na kelgemin. Oşundan başlap özüm emgegimde ayabay yaşadığı yaxşı 10 yıldan beri yaşadığız. Bir kızım var ile oğlum 2 yaşlarında çarşaf kalan kızım var. O kızımdan hazır 4 2 kız 4 balası var. O kızıma, nevrelerime her 3 ayda varıp kuvar altıramın. Onlar da aka geldiniz bir de kursan balı suyun turşadı. Belgem karatral edem yok. Bir tuğal edem var. Beni karavaya getip kaldı. Kızları art getip kaldı. Bala çakanız, ayalınız? Yok, ölüp kaldı. Birli özüm kaldım. Anan yakın tağlarında karavaya koydu. Suzoq rayonining Bag'ish qishlog'idagi qariyalar bilan imkoniyati cheklanganlarni g'amxo'rlikka olgan 120 o'rinli muassasada hozirgi kunda 85 nafar fuqaro yashaydi. Bu yerda ko'pincha hech kimi yo'q bo'lgan va salomatliklari nochor insonlarga g'amxo'rlik ko'rsatiladi. Bizde meditsinalik tarmoq jag'i aябай yaxshi yo'lga qo'yilgan.
Себеби жанакы өкмөт тарабынан бөлүнгөн акча, дары-дармекке бөлүнгөн акча убагында келип турат да. Анан экинчи жагынан биз ушул медициналык бар оорукчандар келгени үчүн жакшы жолго коюлган. Бардык дарылоо үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Биринчиден врач, 2 врач иштейт. 9 медсестра, круглые сутки дежурство бар. Андан ЛФК кабинет, лечебный физкультура деген кабинет бар, көрсөңүздөр болот. Бүт оборудованиялар бар. Аны ошо спонсорлордун жардамы менен коюлган. Анан массаж кабинет. Мать всю ночь старалась, чтоб его связать. И тогда вдруг понял я, что такое мать. Ты о нем не подумай, махола. Подрастешь, сам поймешь, все с годами. O'lkada imkoniyati cheklanganlarni va qarovsiz qolganlarni bunday turmush sharoitlarini yengillatish va oziq-ovqat masalalarini yaxshilash tashabbusi ko'tarilib, ijobiy hal bo'lganini tegishli mutaxassislar aytishmoqda. Быйыл 1 январдан баштап негизи жалпысынан стационардык мекемелерде тамак аш нормасы 2 эсе көбөйттүк биз. Андан башка атайын токтомдор кабыл алган өкмөттүн. Ушул стационардык мекемелерде жаңы социалдык минималдуу стандарттарды киргизип атабыз да. Бул стандарттардын киргизүү максаты негизи ушул тургундардын жашоо шартын жакшыртууда. Мына биз ушул Сузак стационардык мекемеде эртең дагы атайын семинар өткөрүүнү уюштуруп атабыз. Ушул биздин райондук социалдык өнүгүү башкармалыктары менен тыгыз байланышта иштеп, ушул жаңы стандарттардын нормаларын үйрөтүү максатында өткөрүп атабыз. Дома? Можно к ней? Здравствуйте. Вы сами знаете, сегодня день пожилых. Да, я знаю, она вас... Jalolobod shahar meriyasi tomonidan esa qariyalar va imkoniyati cheklangan 160 nafar kishiga 100 ming so'm ajratilgan. Ularning 40 nafari uzoqqa chiqa olmaganligi uchun rahbariyatni o'zi ularni bayramlari bilan tabriklab uylariga keldi. Вы знаете, сегодня день пожилых людей. Да, спасибо. Мына өзүңүздөргө болуп бүгүнкү күндө карыялар күнүнө карата өзүнүн мэрия тарабынан бекитилген иш-чарабыздын негизинде иш алып барылып болуп атат. Бүгүн өзүңүздөр көрүп Куронбек аймактык башкаруусундагы 7-8 постельный карыялардын үйлөрүнө кирип куттуктап эме кылды. Бул иш-чаранын негизи былтыр быйылкы бюджетке бекилинип 100 миң акча каралган. Ошонун негизинде бүгүн түштө саат 12-де карыяларга дагы чай берилет. Жалпы карыялардын саны 120 киши болуп жатат. Мындай иш-чаралар бизде бир гана карыялар күнүндө каралган эмес. Бизде 9 май күндөрүндө, майыптар күндөрүндө сөзсүз буларга көңүл бурулуп эме болуп турат. Дагы кандай жардамдар берилип турат карыяларга кышкы даярдыгына? Кышкы даярдыгына боюнча быйыл соцзащитанын тизмесинин негизинде биздин шаардык Зеленхоз ишканасынын тарабынан 64 карыяга 1 кубтан бекер отун таратылып жеткирилип берилди. Bu yerda istiqomat qiluvchilar bir oila bo'lib yashashsa, ba'zilari turmush qurib baxtli qariyalikning gashtini surishmoqda. Ra'noy Nazarova, Talg'at Baykiyev, Azam Buzrikov, Intimaq, Jalolobod oblasti. 6 millionga yaqin xalqi bor Qirg'izistonda uyali aloqa abonentlarining soni 7 milliondan oshdi. Bu haqda Davlat bog'lanish xizmatidan xabar qilishdi. Hozirda uyali aloqa bog'lanish xizmatini 7 operator taklif qiladi. Bog'lanish tariflari yil mobaynida 5-15% ga arzonlayotganini ishxona qo'shimchaladi. Hozir esa hamkasbim sizlarni xalqaro yangiliklar bilan tanishtiradi. Dushanba kuni Fanfon tayfunining birinchi hujumida Sidzuokida Hamamatsu shahri qabul qildi. Tayfun qattiq shamol va yomg'ir bilan qo'shilib tezligi sekundiga 45 metrgacha yetmoqda. Tokioda 600 ga yaqin aviareyslar to'xtatilgan. Halokat oqibatidan 6 nafar inson halok bo'lib, 20 nafarga yaqin jarohatlangani xabar qilinmoqda.
Islom davlati tashkilotining jangarilari Turkiya bilan chegaradagi Suriyaning Kobani shahrining atrofidagi bir qator strategik balandliklarni egallab olishdi. Britaniyada joylashgan inson huquqlari bo'yicha monitoring guruhi ma'lumotiga ko'ra, jangarilar yakshanbaga o'tar kechasi kurdlarning o'z-o'zini himoya qilish bo'limlari va suriyalik qo'zg'olonchilar bilan to'qnashuvdan keyin Mishte Nur degan yerning shimolini nazoratga olishdi. Bolgariyadagi parlament saylovida Bolgariyaning Yevropa taraqqiyoti uchun deb nomlangan muxolifat partiyasi g'oliblikka erishdi. Hisoblashlarga ko'ra, ular hozirda o'lkani boshqarib turgan sotsialistlardan 2 barobar ko'p. 30% ovoz olgan partiyaning rahbari Bayko Borisov yangi ministrlar kabinetini tuzishga tayyor ekanligini va opponentlarini o'lkaning kelajagi uchun murosaga chaqirdi. Moldoviyada 5 talaba chet elik fuqarolarning bank kartasidan 10 million AQSh dollarini o'g'irlashda gumonlanmoqda. Davlat bosh prokuraturasining ma'lumoti bo'yicha hakerlar 2011-yildan beri o'g'irlik qilib yurishgan. Ko'pincha ularning qurbonligiga AQSh va Yevropa o'lkalarining fuqarolari aylangan. Madridda hamshira Ebola dardini yuqtirib olgani aniqlandi. Ispaniyaning Sog'liqni saqlash ministrligining ma'lumotida ayol virusni Afrikadan yuqtirib kelgan missionerni qarab yurgan. Eboladan bugungi kunda 3,5 ming nafarga yaqin inson vafot etdi. Bolgariya 2020-yilga borib rossiyalik uchoqlarni rad etadi. Bolgariya hukumati bu haqda Rossiyadan hoziroq mustaqil bo'lish harakati deb baholadi. Avval ruslarning 35 uchog'ini rad qiladi. Natijada harbiy texnikalarni qaragan 300 kishi ishsiz qoladi. Bugun erta tongda Sariq dengizda Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreyaning nazoratchilari o'rtasida qurolli to'qnashuv bo'ldi. Bunga Shimoliy Koreyalik askar qayig'i dengizdagi demarkatsiya chizig'idan o'tib ketgani sabab bo'lgan. Qurbon to'g'risida ma'lumot ochiqlanmadi. Amerikaning Oliy sudi bir jinsli nikohga ruxsat berish yoki taqiqlash huquqini mahalliy sudlarga topshirdi. Natijada AQShning yana 5 shtatida bir jinsli nikohga ruxsat berildi. Bu kabi nikohga yo'l berilgan 24 ta shtatga yaqin orada yana 6 hudud qo'shilishi aytilmoqda. Afrika Brave shahri 20 yildan keyin jangarilardan ozod etildi. Somalining va Afrika ittifoqining harbiylari Ash-Shabobning jangarilari egallagan oxirgi hududda Brave portini o'zlariga qaratib oldi. Bu shahar Al-Qoida boshchiligidagi ekstremistlarning savdo markazlariga aylanib, jangarilar millionlagan dollar foyda topgan. Brave so'nggi 20 yilda jangarilar qaramog'ida bo'ldi. Gonkongda 100 minglagan namoyishchilarning 1000 ga yaqinigina hozirda qarshilik namoyishini davom ettirmoqda. O'tgan tunda politsiya namoyishchilarni kuch bilan quvadi degan bilan tartib soqchilari hech kimga tegmadi. Biroq demokratik Pekinning aralashuvisiz saylovni talab qilganlarning qatori kamaymoqda. To'siqlarga qaramay xodimlar o'z xizmatlariga kirishdi. Xitoyda dengi virusini yuqtirganlarning soni 20 mingdan oshib, darddan 6 nafar inson halok bo'ldi. Kasallik so'nggi 20 yilda xitoyliklar uchun eng xavfli vaziyat yaratganini tibbiyot xodimlari aytmoqda. Virusni chivinlar tarqatib, Guaning provinsiyasidagi issiq va nam havo kasallikning tarqalishini kuchaytirmoqda. Ukraina, Rossiya va Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkiloti xavfsizlik hududini tashkil qilish bo'yicha muhokama olib bormoqda. U ikki tomon kelisha olmagan chiziqdan 15 chaqirim oraliqda bo'ladi. Ma'lum bo'lganday, bungacha tashkil etilgan xavfsizlik hududlarining deyarli 75%da tinchlik hukm surmoqda. Sadiq Sherniyaz tomonidan tortilgan Qurman Jannatqa kinosi Oskar mukofotiga oliy chet el filmi kategoriyasi bo'yicha ko'rsatildi. Bu haqda Amerika matbuotidan xabar qilishdi. 11-14 oktyabr kunlari Nyu-York shahrida o'tuvchi 3-Yevrosiyo filmlarining xalqaro festivalida namoyish qilinadi. New-York Eurovision Film Festival Yevrosiyo davlatlarining filmlari namoyish qilinadigan katta tadbir bo'lib hisoblanadi. Festivalning asosiy maqsadi jahon hamjamiyatiga Yevrosiyoning kinematografiyasining hozirgi holatini va madaniy merosni tanishtirishdan iborat bo'lib hisoblanishini kinoshunos va kinotanqidchi Gulbara To'lamusheva bildirdi. Ta'kidlab o'tsak, Qurman Jannatqa filmi 20-24 oktyabr kunlari Xitoyning Sian provinsiyasida o'tadigan Buyuk Ipak yo'li davlatlarining xalqaro kinofestivalida ham ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Shu va boshqa ma'lumotlarni www.intmaq.kg saytidan va 106.1 FM to'lqinlarida Tranzit axborot dasturidan olishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Qirg'iz gidrometning ma'lum qilishicha, ertaga yurtimizda yog'ingarchilik kutiladi. Ayrim hududlarda sel kelishi va yomg'ir qorga aylanishi mumkin. Havoning harorati Botken oblastida kechasi 4-9, kunduzi 8-13. O'sh oblastida kechasi 5-10, kunduzi 8-13 daraja.
Jalolobod oblastida kechasi 5-10, kunduzi 8-13. Norin oblastida kechasi 1-6, kunduzi 6-11 daraja. Talas oblastida kechasi 1-6, kunduzi 3-8. Issiqko'l oblastida kechasi 1-6, kunduzi 4-9 daraja. Chuy oblastida kechasi 2-7, kunduzi 3-8. Poytaxtimiz Bishkekda ertaga yog'ingarchilik yog'ishi mumkin. Havoning harorati kechasi 3-5 daraja, kunduzi 6-8. Shahrimiz O'shda ham yog'ingarchilik bo'lishi kutiladi. Havoning harorati kechasi 5-7, kunduzi 8-10 daraja issiq bo'ladi.